Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarni Alloh uchun yaxshi ko'ramiz. Tan joninglar iloyim sog' bo'lsin. Hamisha hamma vaqt bizni ko'rayotgan ko'zlaringlar dard ko'rmasin. Vaqtimizga boy va sog' bo'linglar. Joninglar sog' bo'lsin. Mana ko'p kommentariyada yozishyapti. O'zingizlar o'qiyotgan bo'lsanglar, shu xamir qilinishini ham ko'rsatib bering aka. Shu xamir qilishni ko'rib o'zimizga bir o'rganib kerakligini olsak degan maqsadda so'rashibdi. Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik bizga motivatsiya berib, shunchalik bizdan narsa so'rashyapti. Shunchalik qilib qo'ygan avvalambor Allohga hamd sano bo'lsin. Sababi men ko'p so'rardim, to'g'risi shu yaxshi bir qadrdon obunachilardan bergan Xudoyim deb so'rardim. Mana Allohga beadad behisob shukr. Xudo taolo hech ham so'raganingizni noumid qilmaydi. Albatta beradi. Mana siz azizlarni bizga berdi. Allohga beadad shukr. Mana hammanglar bitta savol berasizlar, boshqa savol berasizlar. Shu savollaringizdan o'zimga bir kerakligini olib, qolaversa ham o'zimga motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun bugun mana hamma qilgani o'zim chiqdim, kechasi 2 bo'lishiga qaramay, Xudo xolasa inshaalloh bugungi hamma qilish jarayonlarim sizlarga yoqadi degan umiddaman. Endi bu yer yangi ochilganligi uchun oz-ozdan qilyapmiz, sababi yangi do'kon. Shuning uchun oz qilyapmiz. Hozir men sizlarga bir chetdan ko'rsatib boraman. Hozir yarim qilib ko'rsataman sizlarga. Sababi ko'p chet davlatda yurgan yurtdoshlarimiz juda ham ko'p. Shular iltimos qilishyapti. 12 kilo unga qancha suv, qancha yog' qo'shiladi deyishyapti. Ba'zilar 25 kilo deyishyapti. Yana boshqalari boshqacha aytishyapti. Hammalarining hojatlarini chiqazay degan maqsadda kech bo'lsa ham sizga foydali bo'lsin, bir nafim tegsin degan maqsadda video qilyapman. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, Xudo xolasa, men juda ham xursand bo'laman. Mana Xudoga shukr, beadad behisob shukr, 1000 ta obunachim bo'ldi. Mana Alloh qodir qilib, Alloh nasib qilib, ko'p do'st birodarlarim qatori va ustozlarim qatori va mana Oxunov TV, Mansurbek O'z, shular meni hammalar ustozim bo'lishadi, shularning nasihatlari bilan shunchalik bo'ldik. Albatta sizlarning duoinglar bor, sizlarning hissanglar juda ham ko'p bunda. Xudo xolasa inshaalloh sizlarga yoqadigan videolarni qo'yib boraman degan umiddamiz. Mana bugun endi hozir Xudo xolasa 25 kilo un to'kib qo'yganman. Buni boshidan sizlarga ko'rsatib o'taman. Siz o'zingizlar guvoh bo'lasizlar albatta. Hozir biz birinchi bir farton topib olaman, to'g'risi. Iloji boricha farton bilan ish qilinglar, hurmatli yurtdoshlar. Bu fartonni bo'lishligi faqat kiyimingiz pok bo'lishligiga va ishingizda mustaqil yaxshi ishlashligingizga ham yordam beradi bu narsa. Bu aqlli qilishdan emas, to'g'ri tushunasizlar. Bu fartu ko'p foyda beradi, to'g'risi. Endi boshga do'ppi kiyib olishni ham to'g'risi unutmanglar. Sababi soch pishib bo'lib, bir kishining nonidan chiqib qolsa, tabi xira bo'ladi. Shuning uchun boshga iloji boricha chitramon yo do'ppi kiyib olishni tavsiya qilaman. Endi hozir men undan to'kib qo'yganman. Hozir boshimga do'ppini kiyib ishni boshlaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana do'ppini ham kiyib oldik. Endi hozir unni elaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, hozir men bitta narsani aytib o'tay sizlardan iltimos. Bitta gapni ko'p qaytarib o'rayotgan bo'lsam, sizlardan iltimos malollanmanglar, chunki kamera orqasida turib gapirishni ham oson emas ekan, to'g'risi. Shuning uchun ba'zi ko'p qaytarib olaman. Keyin sizlarni yaxshi ko'rganimdan ham shunaqa hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar deb yoraman, shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Hozir endi unni elab olish kerak. Unni elansa ham halol, ham unni yuvganni savobini olamiz, Xudo xolasa inshaalloh. Shuning uchun unni elaymiz hozir mana. Bismillahirrohmanirrohim. Hampamizni holatiga ahamiyat bermaysizlar, hurmatli yurtdoshlar. Sababi hampa o'zi shunaqa bo'ladi. Bizda hammamiz yog'li bo'lganligi uchun hampani ichi qorayadi. Bu aslida yog' qizartirib olgan, videoda qora ko'rsatadi. Shuning uchun tabiiy xira bo'lmasin, hurmatli yurtdoshlar. Buni video uchun elayotganim yo'q. Postoyanni bizning ustozlarimiz shu elashlikni aytishgan, shuning uchun nuqul elayman, hurmatli yurtdoshlar. Buni elansa juda ham yaxshi bo'ladi, ham ishingiz barakotli bo'ladi, hamda xamir qilishingiz juda ham oson bo'ladi. Birortanglar agar xamirni elamay qilayotgan bo'lsanglar, uni bir elab turib xamir qilib ko'ringlar.
shunaqangi zo'r xamir bo'ladiki, qiynalmaysizlar. Xamir ham tez pishadi hamda xamir juda chiroyli bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, shuning uchun men elamay qilmayman. Undan keyin qopda unni olib to'kkaningizdan keyin qopi bo'shaydi. Shu bo'shagan paytida qopni to'ntirib qo'yinglar, iloji boricha. Tagida qop ketmasin. Sababi barakasi qochadi. Hamma barakasi shu ozgina nimada bo'ladi. Keyin bu narsani ko'p kishi bilishadi. Novochilikda ozodalik birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda ozodalik bo'lsa, ish barakotli bo'ladi, pulimizga ham baraka beradi Xudo taolo. Xudo xolasa qo'yayotgan videolarimiz sizlar bundan xursand bo'lasizlar degan umidda video qilyapmiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'llab tursanglar, Xudo xolasa bundan da zo'r bo'lamiz hali, hurmatli yurtdoshlar. Chunki mana shu xamir qilishmi, non yasalishimi, non yopilishimi, nonning rangimi qanday bo'lsa ham shu ozgina bo'lsa ham nafim tiyatgandan xursandman. Shu yurtimizga, vatandoshlarimizga foydamiz tegayotgandan xursandmiz. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim baxtimizga sog' va omon bo'linglar. Oramizda xatolik tushmasin ilohim. Buni albatta elab turib xamir qilib ko'ringlar. Xudo xolasa juda ham xamir qilinish juda ham oson bo'ladi, ham barakotli bo'ladi Xudo xolasa. Men ko'pdan beri mana hozir kunda 27 yil bo'ldi novochilikni qilishni boshlaganimga. O'zi yosh-ku, qanday 27 yil bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lsanglar, hurmatli yurtdoshlar, o'zim 85-yilman. 36 ga kirdim. Alloh umr berdi, mana Allohga shukr. 36 ga kirgan bo'lsam, 9 yoshimdan boshlaganman to'g'risi. 9 yoshimdan shu non to'shib, shu novochilikka qiziqib boshlaganmiz. Allohga be'adat, behisob shukr. Bu kasb ota kasb bizga. Shu otam qilganlar shu novochilikni deb tanlaganmiz. Mana hozir kunda kam bo'lganimiz yo'q. O'y-joy qurdik. Ko'p hamma insoniyat borki, qiyinchilik bo'ladi. Shu qiyinchilik bilan bosib o'tdik. Alloh sabr berdi, kuch-quvvat berdi. Sizlarga ham shuni tilab qolaman, ilohim. Alloh ko'p qator hammamizga kuch-quvvat bersin. Pulimizga baraka bersin. Ilohim o'ylagan niyatlarimizga Xudo taolo bekam ko'z qilib yetkazsin, hurmatli yurtdoshlar. Hammanglarni boringlarga shukr. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Obuna bo'lib ko'rayotganlardan ham, obuna bo'lmay ko'rayotganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Shu ahamiyatga ega bunimiz shu kurishyapti. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin, ilohim. Hozir shundayki, o'sha xamir qilishda unga allergiya bo'lib qolganman. To'g'risi shundoq bo'lsa ham sizday azizlarga ko'rsatishga ma'qul ko'rdim. Xudo xolasa shularni sizlarga ko'rsatay deb kechasida bo'lsa ham jiyanlarimni yetalab chiqib xamir qilish ko'rsatyapman. Kechasida 2 da qilamiz. 2 da qilganligimiz uchun ertalab yangi ko'padi. Endi hozir kunda ko'p kishi mishalkada qilyapti. Qodir bo'lganlar mishalkasi bor. Qodir bo'lmaganlarning mishalkasi yo'q, qo'lda qilishyapti. Shularga oson bo'lsin degan maqsadda shu videoni qilyapmiz, Xudo xolasa. Shu videomiz ham Xudo xolasa barakotli bo'lib, el yurtga yoqadigan video bo'lishini Xudo xolasa Xudodan so'rab turamiz. Albatta siz azizlar qo'llab tursanglar, bundan juda ham xursand bo'laman, hurmatli yurtdoshlar. İçidan beri bir xashar chiqyapti, mana ko'ryapsizlar. İchida beri bir nimadir narsalari bor-da. Shuning uchun nega unni ham qanaqa un ishlatyapsizlar deb so'rashibdi. Hozir mo'tabar degan unni ishlatyapmiz. Bizda shu mo'tabar degan un bor. Shu unni ishlatyapmiz, mo'tabar. Juda ham zo'r chiqyapti.
Qolaversa mo'tabar yana keyin yana bitta un bor edi, esimga tushsa aytaman. Uni bir ikkitami, uchta unlar bor, yaxshi unlar. Shu unlar ham zo'r. Esimga tushib qolsa aytaman sizlarga. Hozir ko'p joyga borib, ko'p yurtdoshlarimizni hojatlarini chiqarib kelyapmiz. Qanday qilib desanglar, shu yangi boshlashayotganlarni, yo'qsa novxonalarda yurmay to'rqoq qilayotgan joylari, to'rqoq qilayotgan novxonalari ikki qop yo'qsa bir qopga tushib qolgan joylarga borib, ishlarini yurg'izib berib kelyapmiz, xudo xolasa. Agar hojatinglar bo'lsa, shu video ostidagi raqamlarimizga telefon qilsanglar, xudo xolasa, qatta bo'lishinglardan qat'iy nazar qo'ldan kelgancha borib xizmat qilib, sizlarni rozi qilib kelishlikni yo'lga solganmiz. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Oxiri qolganligi uchun shpatilni so'rayman. Sababi chetlarda qolib ketmasin degan maqsad. Ana endi elab bo'lindi. Buni bu 25 kiloli. Bundoqqa prisliysizlar mana devoriga. Chekiga bundoqqa prislab chiqiladi buni. Bu yog'iga buni. Suvni chechishtirib turing. Qancha qo'yayotganingizda to'g'riga to'xtab shunaqa ko'rsatib o'tinglar. Hurmatli yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar. 5 kg sovuq suv, 5 kg 760 gram. Endi issiqdan qo'yamiz. Issiqdan qo'yinchi gramlarga qarab turasizlar. 25 kilolikka 270 gramligiga xamir bo'layapti hozir. Paqirimiz tarasi 780. O'shanga hozir mana qancha quyulayotganini ko'rasizlar. Paqir tarasi. Mana hozir mashq holati bo'ldi mana. 11 kg 805 gram. Mashina quyamiz mana. Suvimiz iliq-miliq suv bo'lishi kerak. Hurmatli yurtdoshlar, tomoq og'ritganini to'g'ri sal bo'lmaysizlar. Shuning uchun iliq-miliq quyiladi. Bundan sovuq yo issiq quyib bo'lmaydi. Sababi xonangiz harorati bir xilda bo'lsa, shu iliq-miliq suv quyganingiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, 11 kg 805 gram. Bunga endi bu tayyor suvimiz. Mana endi hozir mana durajani solamiz. Tuzni solamiz hozir. Buni 450 gram. 450 gram, o'shanda 900 gram bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar. Mana toshni 460 gram qo'yibdi. Endi ozgina suv ichib olmasam tomog'im
Mana hurmatli yurtdoshlar, allergiya qo'zib qoldi, to'g'risi mana unga allergiyam bor. Mana tomog'im g'alati bo'lib qoldi. O'shaning uchun ahamiyat bermaysizlar. Tuzni soldik. Endi bunga biz shakarimiz ham bor. Belamiz beraverik. Hozir menga qarang. 25 kilo un bo'lganligi uchun yarim piyla shakar solamiz. Mana. Mana suvimiz. Endi suvimiz quyib bo'lindi. Endi yog'imizni qo'yamiz. Yog'imiz yarim kilo, bir qopiga 1 kilo quyamiz. Qo'shimcha bu quyayotganimiz qo'shimchasi. Bu necha gram chiqdi bu? Bu 1,5 litr bu. Hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli yurtdoshlar, o'zi mana bu Eke Plus baraka to'g'rirog'i, Eke Plus deyiladi buni. Ashundan yarim qoshiq. Bir qoshiq ko'plik qiladi. Yarim qoshiq solsanglar bo'ladi. Suviga. Endi durajamiz. 2 qoshiq solamiz. Qoshiq endi hamma yoq bo'ldi. Endi hurmatli yurtdoshlar, ovozim o'zgarib qoldi, xafa bo'lmaysizlar, sababi unga allergiyam bor. Shunday bo'lsa ham sizlarga foydam tegsin degan umidda video qilyapmiz. Xudo xolasa sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Hozircha poslab qo'ying. Xamirni boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Og'zini ochib qo'yingchi. Rezinkalar.
Bravo. O'rganib bo'lding. Ha, bu kino kursi. O'zim aylanib boraman. Telestanslar qana shuni olib bordim. Ancha uyga bordim. Bo'ldi, stop qildi. Hurmatli yurtdoshlar, mana hammamiz ham tayyor bo'ldi. Endi hozir o'raymiz. Xudo xolasa, mashinani ertaga endi keyingi videolarimizning nonlarini ko'rasizlar. Mana hurmatli yurtdoshlar, mashina qilib o'rashga ahamiyat beringlar iloji boricha. Sababi tagiga tevasga chiqsa yaxshi bo'ladi. Mana. Hammamiz tayyor. Anaqa dumba ham qilish kerak. Mana shu hammamiz endi Xudo xolasa ertaga albatta buni ham video qilib sizlarga ko'rsatamiz. Hurmatli yurtdoshlar, shunday ekan, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sizlar bilan foydali keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar.